Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Xabaringiz bor, Xitoyda o'zbek yigitlari, o'zbekistonlik 23 yoshgacha bo'lgan futbolchilar qit'a chempionligi uchun harakat qilishyapti. Bugun oxirgi uchrashuv final. Vyetnam terma jamoasi raqibimiz. Bir necha kun davomida bo'lib o'tgan mana shu o'yinlar davomida vakillarimiz finalga qadar yetib kelganligidan yaxshi xabardorsiz. Sport telekanali ana shu uchrashuvni nasib qilsa, hammasi joyida bo'lsa, e'tiboringizga to'g'ridan to'g'ri namoyish etadi. Men bilan birgalikda ushbu uchrashuvni e'tiboringizga Xayrulla Hamidov ham sharhlab boradi. Raqamda Du Dayman, 14-raqamda Fan Van Duk, 6-raqamda uning urinishi. To'p yuqoridan yetkazib berildi. Gol! 1-0! Uchrashuvning 8-daqiqasida Rustam Ashurmatov hisobni ochishga muvaffaq bo'lyapti. Markaziy himoyachi unga guruh bahslarida ham bir marotaba omad kulib boqishi mumkin edi. Lekin u tepgan to'p darvozabonga tegib qaytganda boshqa o'yinchimiz raqib darvozasini ishg'ol etgan edi. Rahmat Rustam. Boshini ishlatdi. Mana shu boshini ishlatganligi bugungi uchrashuvda ushbu futbolchimizga omad taqdim etdi. O'zi to'g'risini aytish kerak, mana dastlabki daqiqalarda terma jamoamiz futbolchilari hisobni ochishga haqliroq o'yin ko'rsatayotgan edilar. Hammasi yaxshi. Endi himoyaga o qadar jiddiy e'tibor qaratmagan holatda bu ob-havoda himoyaga e'tibor qaratib bo'lmaydi. Bu ob-havoda raqibni jazolash kerak. Bu ob-havoda tinmasdan hujumlar uyushtiraverish kerak. Darvozabon qanday to'pni o'tkazib yuborgan? Menimcha chalg'idi. Rangi oq-ku futbolchilarimizni. Nomini baribir gol urishdi. Baribir gol urishdi. Aynan mana shu futbolchi xavfli Nguyen Xoy o'z so'zini aytdi. Demak, ishlangan taktika, o'ylangan uslub va Vyetnam terma jamoasi navbatdagi uchrashuvda ham yutqaza turib hisobni tenglashtira olyapti. Birinchi taymgacha biznikilar nasib qilsa yana bitta uradi. Bu hali hammasi degani emas, tugadi degani emas. Tugagan taqdirda hamki g'olib nomi aniqlangani yo'q. Biz ancha ustunlikka ega bo'lyapmiz. Biz yaxshi o'ynayapmiz. Biz qanday qilib o'ynash kerakligini qorda bo'lsa-da ko'rsata olyapmiz. Standart vaziyatdan qaysi darvozabon gol o'tkazib yubormagan? To'g'ri. Bu yerga hech kim javob bera olmaydi. Mana to'g'ri qo'yilgan jonli devor, burchak shu darajada ajoyib ko'zlanganki, ya'ni nishonga olinganki, buni qaytarishning iloji juda kamdan kam bo'ladi. Bunchasi ichida Zabihxonlarda yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Yana bir urinish, shoshmasdan o'ynash kerak. Zarba! Ajoyib Javohir Siddiqov tomonidan hozir birinchidan zarbadan ko'ra men to'pni to'xtatib olib o'ziga bo'ysundirgan holatini e'tirof etgan bo'lardim. Mayli, chiroyli o'ynashyapti, futbol o'ynashyapti. Bizda anti futbol tugaganligi bilan futbol muxlislarini tabriklayman. Chunki terma jamoa futbolchilari yaxshi o'ynashyapti, menga yoqyapti. Shuning uchun balkim oshiqcha ta'rif biron bir muxlis e'tirof qila olmasa kerak. Akrom sizga yetkazib beriladi. Kim bor? Ana urish kerak, ana urish kerak. Zabihullo o'tgan uchrashuvning qahramoni. Akrom bu safar ham chiroyli darvozabon qo'ldan chiqarib yubordi. Qo'ldan chiqarib yuborishi. Yo'q, bir qarashda ushlab olgandek edi. U urib yuborgan ekan. Keyin hozir qanday imkoniyat? Yo'q, tepgan burchakdan to'p o'yinga kiritilishi kerak hozir. Mana qordan foydalanish san'ati. Yoshligida ishqibozlar yaxshi ko'radigan burchak to'pi. Darvozabon hayajonlanyapti. Javohir Siddiqov bosh bilan rosa urmoqchi bo'ldi. Uning o'rniga maydonga tushgan Sidorov. Urenda Qo'qon 1912 da mavsum davomida qilmagan ishini qil mana shu mavsumda. To'p jarmachaga yetkazib berdi. Gol! Gol! Sidorov! Ajoyib holat, tarixiy o'yin. Bunaqasi boshqachasi bo'lmaydi. 3 ta hujumchini qo'rqmasdan maydonga tushirgan murabbiy bu Ravshan Haydarov bo'layapti. O'zbekiston
terma jamoasi futbolchilari 1,5 daqiqa vaqt qolganda hisobni o'zgartirib yana oldinga chiqib olmoqda. Penalti yo'q, penaltilar seriyasi Vyetnamga. 5000 ta tomoshabin, bizning 50 ta tomoshabinimizning oldida hayronlik bo'lib turibdi. Andrey Sedorov bekorga tushmaganligini o'tgan yilgi mavsumda qila olmagan, butun mavsum davomida qila olmagan ishini 5 daqiqa ichida amalga oshirganligi tahsinga loyiq. O'zingiz gapirdingiz, boshqa Andreyning yil davomida, 2 yil davomida qilmagan ishini qildi. Muhimi, hujumchi qilish kerak bo'lgan ishni mana shu yerda, mana shu pallada amalga oshirganligi tahsinga loyiq. Darvozabonning bu safar ham ko'rmadi darvozabon. Yo'q. Va terma jamoamiz futbolchilari Osiyo chempionligini qo'lga kiritdi. Barchaga tabrik. Sidorov tomonidan kiritilgan oltin gol. O'zi bitta o'yinga tushdi adashmasa. Shu bir baytlari Oliver Birxof ana shunday ishni qilgan edi. Oltin tayoqcha. Oldinlari Anvar ikkinchi o'yinga tushishi ekan. Soliyev tomonidan kiritilgan gollar mana shunday bizga dalda bo'lardi. 5000 muxlis keladimi, 50 ta muxlis boradimi farqi yo'q. Boya aytib o'tdik. Gap sifatida. Hammasi Niguyin bo'ladimi? Bo'ladimi, yomg'ir bo'ladimi? Bizning futbolchilarimiz finalga chiqishgandan keyin imkoniyatni boy bermasliklari shart. Akrom Komilov, Rustam Ashurmatov, Doston Tursunov, Abbosjon Otaxonov, Odiljon Hamrobekov, Aziz G'aniyev, Doston Hamdamov, Javohir Siddiqov, Jasurbek Yaxshiboyev barcha joylarda katta ekranlarda ushbu uchrashuvlarni tomosha qilayotgan edilar. Vyetnam terma jamoasi yig'la endi Vyetnam deymiz. Terma jamoamizning a'zosi Sidorov tomonidan boshqa futbolchilar ham. Rustamni eshitamiz. Uchrashuv qahramoni, ajoyib futbolchi. It's very biroz bo'lsa ham Domalik qarang nima deyapti. xohlagan ishini qilishi mumkin ekranda. Bu yoqga hamma narsa mumkin. Chempionlar taklif etilyapti. Olqishlaringiz, qadrli futbolchilar. Mana shu bilmayman qaysi chiptasini qaysi muddatga olib yo'l olishgan mana bu muxlislarimiz. Ular cho'zdirishgan bo'lsa kerak. Har o'yinda cho'zdirishdi va endi ertaga xotirjam millat qahramonlari bilan uyga qaytishlari mumkin. O'zbekistonimizga qaytishlari mumkin. Hamrobekov kubokni ham o'tib qo'ydi. Musobaqaning eng yaxshi futbolchisi bo'lgandan keyin bu ishni qilib qo'yish kerak. Va oltin medallar aynan ko'kli bosda harakat qilayotgan futbolchilarga aytyapman, selfi kasalligi hamma joyda bor. Futbolchilarimiz ham hozir kubok bilan rasmga tushyapti, endi yarashaveradi. Bayroq ignalarida va tezroq ko'tarishni xohlayapti. Juda ham tezroq mana shu kubokni boshlari uzra ko'tarishni xohlashmoqda. Mana bu insonlarga cheksiz minnatdorchilik bildirsak arziydi. Siz bilan bizdan farqli ravishda o'sha yerdan turib, kam sonli bo'lsa-da terma jamoamizni bor imkoniyatidan foydalanib qo'llab-quvvatlagan mana shu yurtdoshlarimizga, millatdoshlarimizga futbol muxlislari nomidan, futbol mutasaddilari nomidan rahmatni yetkazib qo'yish ham bizning burchimiz deb hisoblayman. Osiyo chempioni O'zbekiston terma jamoasi futbolchilari. Tabriklaymiz qadrli futbolchilar. Mana shunday shukuhli onlar vatanimiz futboliga yor bo'lganidan xursandmiz. Futbol O'zbekistonga, haqiqiy futbol O'zbekistonga qaytganidan xursandmiz va umid qilamizki, Osiyo chempionligi, jahon chempionati yo'llanmasi uzoqqa cho'zilmaydi. G'alabalar ketidan g'alabalar kelishiga qo'shilib qolamiz va sizlar bilan Sport telekanalining bir qator fidoyi xodimlari Eldor Mustafoyev hamda Xayrullo Hamidov bilan qo'shilgan holatda xayrlashamiz. Xayrlashgimiz kelmayapti, lekin xayrlashishimiz kerak. Vaqt yetib keldi. Terma jamoamizning kubok ko'tarayotgan onlarni kuzatmoqchimiz. Lekin endi bu yoqda menimcha shart emas. Bu yoqda terma jamoamiz bayramni qanday nishonlashsa, o'zlari bilishadi. Biz esa ularni munosib kutib olish vazifamizni amalga oshirsak bo'ldi. Ertadan aeroportga qadrli futbolchilar. Xayr, salomat bo'ling, chempionlik muborak.